Kim juma namoziga birinchi boradigan bo'lsa, uyiga hammani to'plab, tuyani so'yib ehson qilgan bilan barobardir. Kim ikkinchi soatida, ikkinchi vaqtida boradigan bo'lsa, ana o sigirni, buqani so'yib ehson qilgan bilan barobardir. Kim 3-soatida boradigan bo'lsa, qo'y so'ygan bilan barobardir. Kim 4-soatida boradigan bo'lsa, tovuq so'yib ehson qilgan bilan barobardir. Kim 5-ta soat aytilgan. Kim 5-soatida, soat degani bu 60 minut emas, 5-vaqt. Kim 5-soatida boradigan bo'lsa, tuxumni ehson qilgan bilan barobardir. Imom xutbaga chiqqanidan so'ng eshikda yozib turgan farishtalar kirib ketadi. Jumaga kelgan odam juma namozini o'qidi degan savobni oladi xolos. Bo'ynidan jumasi sof bo'ladi. Mana bu fazilatlarni hammasidan quruq qoladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor.